Assalomu alaykum. Mana bu ega apparatga bugun bitta qiziqarli kasalni tushirdik. Bu aslida bu yerda bemorda hushidan ketish bo'lgan. Bu yerda o'shani endi tahlil qilish kerak bo'lgan. Mana bu yerda hozir bizlar nima qilsak, egiga tushirganda hammasi normalni chiqyapti. Bunday holatda, lekin unda hushida ketish bo'lgan, qaltirash bo'lgan, tortish bo'lgan oyoqlarida, tili orqaga ketish bo'lgan. Shuning uchun nima sababdan bo'layotganligini bu egiga tushishdan boshqa MRTga ham tushgan bo'lgan, keyin rentgenga ham tushgan bo'lgan. Bu yerda ozroq o'zgarish bo'lgan-da, lekin mana qarang, elektroensefalografiyasida normalni chiqyapti hammasi. Sudi endi mana bunday holatda stimullash kerak bo'ladi. Mana уже giperventilatsiya, дыхательная нагрузка 3 minut davomida berilgandan keyin nima chiqib boshladi? Epiaksinus chiqib boshladi. Mana epileptoidni острый волналар chiqib boshladi. Mana razryadlar bilan ko'ryapsizmi? Bu qachonki nagruzka berilgandan keyin mana shu pik медленной волна razryadlari bilan chiqib boshladi. Mana shunday holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Fotostimulyatsiya bilan yoki giperventilatsiya, дыхательный нагрузкаlar bilan mana shuni tekshirib ko'rishga to'g'ri keladi elektroensefalografiyada.